Assalomu alaykum PUBG ixlosmandlari, sizlar bilan Elite Asrorbek. Bugundan o'z faoliyatimizni boshlaymiz. Xudo xohlasa, ertadan o'z serverimizga qaytamiz. Ertalab soat 3:04 va sizlar uchun chiroyli, udar, yoqtiruvchi va o'ziga jalb qiluvchi kontentlarni qo'yib borishni boshlaymiz. Sizlardan podpishka, obuna va laykni astoydil kutamiz. Ko'rib turganingizdek, bu mening akkauntim boy bo'lmasa-da, o'ziga yarasha narsalari bor. Mana bu tarzda diskotekalarni ham amalga oshirsak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, Shimoliy Amerika, ya'ni North Amerikadamiz. Ertalab soat 4 da o'z serverimiz, ya'ni Yevropaga qaytamiz va chiroyli kontentlarni olishni boshlaymiz. Sizlar bilan Elite Asrorbek videolarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum PUBG ixlosmandlari, sizlar bilan Elite Asrorbek. Bugundan o'z faoliyatimizni boshlaymiz. Xudo xohlasa, ertadan o'z serverimizga qaytamiz. Ertalab soat 3:04 va sizlar uchun chiroyli, udar, yoqtiruvchi va o'ziga jalb qiluvchi kontentlarni qo'yib borishni boshlaymiz. Sizlardan podpishka, obuna va laykni astoydil kutamiz. Ko'rib turganingizdek, bu mening akkauntim boy bo'lmasa-da, o'ziga yarasha narsalari bor. Mana bu tarzda diskotekalarni ham amalga oshirsak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, Shimoliy Amerika, ya'ni North Amerikadamiz. Ertalab soat 4 da o'z serverimiz, ya'ni Yevropaga qaytamiz va chiroyli kontentlarni olishni boshlaymiz. Sizlar bilan Elite Asrorbek videolarda ko'rishguncha.